Oxirgi high, oxirgi low. Misol uchun. Bozor nima qilgan? Bittada pastga tushib kelgan. Ehtimoli endi reversal bo'lishi mumkin bunda. Expansion, korreksiya, expansion, korreksiya, expansion. Yong'in endi reversal bo'ladi anaqa fayl bo'yicha. Agar mana bu hududlardan anaqasini olsa, reaksiyasini olsa, hozir bu yerda order bloki hech narsa ko'rinmayapti. Просто shovqin. O'zimni yurish shunaqa shovqin bilan. Mana ko'tarilganda ham shovqin bilan, likvidlar bilan, manipulyatsiyalar bilan ko'tarilganda, ana katta-katta mana bunaqa feerverli gaplar qoldirib ko'tarilgan toki emasda, xarakteri shunaqa. O'zi mana equal high qilib qaytgan. Ya'ni olmaganu yaqinlashib qaytib ketgandi. Bu katta ehtimol bilan mana buni borib olsa kerak.